Dengizdagi jonliqlar deganimizda bu faqat baliqlarni ko'rsatmaydi. Chunki dengizda boshqa cho'ng kichik jonliqlarmi bor. Ko'pincha holda quyosh nuri yetib bora olganligi yerlar jonliqlarning makoni bo'lgan. Ular boshqa jonliqlar bilan o'simliklarni ozuq g'izo qilish orqali yashab kelmoqda. Bu nima degan ajoyib ish? Haqiqatan hayron qolarlikka. Assalomu alaykum singlim. Va alaykum assalom aka. Nega berib kelding? Bovam bilan birga zakat bergili borgan edik. Zakat dedingmi? Ha? Ali, zakat degan nima? Zakatning nima ekanligini men aniq bilmayman. Bovam biroz hisobot qilgandan keyin zakatimizni hisobladim. Bu yoqqa kel, zakatni tegishli yerga berib o'tib kelaylik dedi. Men nima ishga beramiz desam, melimizning zakati dedi. Bovam bilan birga berib zakatni berib o'tib keldik. Bildig'ini mana shunchalik. Assalomu alaykum bolalarım. Qanday ahvolinglar? Va alaykum assalom bova. Bova, sizdan bir narsa so'ramoqchidik. Qani so'ranglar bolalarım. Nima so'ramoqchi edinglar? Bova, zakat degan nima? Zakatmi? Shunda. Zakat lug'atda barakat, ko'payish, yaxshilikning ko'pligi, mo'lchilik deganlik bo'ladi. Chunki bir molning zakati berilgandan keyin u mol texmi barakatli bo'lib ko'payadi. Zakat molning ziyon zahmatdan saqlanishiga sababchi bo'ladi. Zakat islomning muhim shartlaridan biri. Endi biroz tushungandek bo'ldim, ammo zakat haqida texmi ko'proq ma'lumotga ega bo'lg'im bor bu va tushuntirib qo'ying, o'tnib qolay. Xo'shallik bilan deb beraman bolam. Alloh taolo bizning mol-mulkimizni texmi barakatlik va yaxshi bo'lsin deb bir qismini zakat qilib berib o'tishga buyurgan. Zakati berildigan mol deganimizda pul mol, yez egilik mahsulotlari, chorva mol qatorliqlar. Uningdan boshqa yana naqd pul va oltin kumush qatorliqlar ko'z tutildi. Biz shunga bayotdan zakat tarqitib keldik. Buni tushundim. Undaqda zakatni kimlarga beramiz? Qizim, bu savol nihoyat joyida bo'ldi. Buning javobi Qur'oni Karimda bayon qilingan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Bova, undaqda zakatning shartlari nima? Zakatning shartlari zakat berguchi musulmon bo'lishi, o'zining va oilasining ehtiyojidan ortiq nisob miqdori pul mili bor bo'lishi kerak. Undaqda qanchalik zakat berganligimizni qanday hisoblaymiz? Naqd pul yoki shuning qimmatiga teng keladigan molning zakat o'lchami 2,5%. Alloh taolo bizga bergan ne'matlar nima degan ko'p-a? Boylarning mili pokizlandi ekan, kambag'allar bu ne'matdan foydalandi ekan. Bova, bu haqiqatan qaltis ishkan. To'g'ri deding Ali. İslamның ne'matlarini sanab tugatkili bo'lmaydi. Bova, hiliqi hikoyaning davomini anglaylik-chu. O'tgan qatim Payg'ambar alayhissalomning Yasribga kelgan yeriga kelib to'xtagan edik. Payg'ambar alayhissalom Yasribga kelishi bilan bu shaharning ismi Madina Munavvar bo'ldi. Madina musulmonlar tunji barpo qilgan shahardir. Payg'ambar alayhissalom o'zining yurtini tashlab Madinaga borgandan keyin oldi bilan qanday ishlarni qildi? Avval islomning bu muqaddas shaharni tartibga soldi. Hey, nemish bu? Rasululloh mo'rsida tosh to'shyotdi-ku. Ey Rasululloh, toshni menga basla, uni biz to'shayli. O'zlari o'ltirib aramaslar. Masjid silishda payg'ambarimiz o'zi qo'l silib ishlayotdi. Payg'ambar alayhissalom bizga amgak qilishning ibodat ekanligini, musulmonlarning o'zaro yordam qilish kerakligini o'rgatmoqchi bo'lsa kerak. Ova Xudoyim, payg'ambarimiz garchi 50 yoshdan oshgan bo'lsa-mu, g'ayrat, shijoat jihatda hammamizdan ustun ekan. Ey Alloh, dushmanga qarshi dindoshlarimizga yordam qilgin. Oxiratdan boshqa hayotning hammasi vaqtlidir. Allah'ın yardımı bilen mescit silindi. Bu mescitten tunci İslam devleti dünyaya geldi.
Şunun bilan bu yer ilm ma'rifat tarqatadigan joyga va islom davlatining markaziga aylandi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Musulmonlarni namozga qandoq chaqirsak bo'la? Ba'zilari Yahudilardek sochalayli da'vatidir. Payg'ambar alayhissalomning deyishicha Abdullah ibn Zayd uningga ko'rgan tushini so'zlab beribdi. Shuning bilan musulmonlarni insonning ovozi bilan namozga chaqirishga qaror qilibdi. Qani Bilal, sen insonlarni namozga chaqir. Buningga payg'ambarimiz qo'shildimi? Shundoq Bilal, buni payg'ambarimiz tasdiqladi. Bilal, tortinma. Bu payg'ambarimizning orzusi. Qani tez bo'l, masjidning o'g'isiga chiqib, o'nlik ovozda azon tovlig'in. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas salah. Hayya alas salah. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah. Rasulullah deydi ki, her bir medenilik musulman Mekke'den hicret qilib kelgan bir muhacirni qerindishi sübtida uyiga başlasın. Yemek, içmek qatarlıq narsalardan muhacirlar bilan birlikte paylansın. Allah yolida Mekkelik muhacirlar bilan medenilik ensarlar özara qerindaş bolsun. Ana, dadam bilan tağam nemishqa kiyim-kechak qatorliq narsalarni elib masjidga ketyotidi? O'g'lim, payg'ambarimiz bizning o'zaro qarindosh bo'lishimizni va Makkadan kelgan muhojir qarindoshlarimizga yordam qilishimizni buyurdi. Ularga musofirchilikning dardini his qildirmasligimiz lozim. Tushundim, ana. Qarindishim, uyimda barining hammasi mushi ekan. Bularni o'rtaq ishlatayli. Qarindishim, menga qilgan yaxshiligingning ajrini Alloh senga hasilab bersin. Demek Medinlik kırındaşlarımız mal mülkini ularga şundaq beriyotıdı, ha? Emdi mening qul malaylarimmo kiyim-kechaklarni men bilan o'xshash kiydigan holatga keldi. Muhammad o'zini Yasribga podshoh qilib, shaharning ismini Madina deb atadi. Muhammad va uning tarafdorlari barpo qilgan yangi shaharning asosiy qonuni mundaq ekan. Asosiy qonunni tuzib chiqdi. Ba'zi ishlarni chekladi. Musulmonlarning raisining biror qabila yoki oymoq raisidan ustun ekanligini so'zlayotdi. Bu nima gap endi? Qurayishliklar, Yasribliklar, iymon etganlar va ularga ergashganlar, ularning sepidikilar o'zlarining bir millat, bir ummat ekanligini aytishib o'tibdi tehi. Bu gaplarga aldanma. Arab qabillarini bundaq gaplar bilan ittifoqlashtirg'ili bo'lmaydi. Abu Sufyan, ish buning bilanla tugagani yo'q. Yasribdagi yahudiylarga yozgan uqtirishni anglasang-chi tehi. Yahudilarning dini ayrim, musulmonlarning dini ayrim tursa, ular qandoqsiga kelishim tuzalaydi. Men bu nizoni tushunmadim. Muhammad inqilob qo'zg'amoqchi, shaharning asosini o'zgartmoqchi. Muhammad bizni o'g'limizdan, qizimizdan, hayotimizdan ayridi. Haqiqat degan nom ostida qilayotgan ishlari bilan o'tmishimizni kamsitibotdi. Bo'ldi bas. Onunğa haddini bildirib qo'yayli. Odam bo'lsin. Muhojirlarning Makkada tashlab ketgan mol mulkini musodara qilayli. Uylarini, chorva mollarini, xurmo daraxtlarini, hatto o'g'il qizlarni o'zimizdan qilayli. Hammasi bizning bo'lsin. Bu mening uyim. O'z uyimda qo'g'ilmanglar. Chiqinglar. Qada o'tib. Xotin, Payg'ambar alayhissalom ostini qavat tursam deydi. Ammo men balalar bilan uni beorom qilib qo'yishdan ansirayman. Ko'ryapsizlar dadisi, yerga suv to'kilib ketganda ostonqi qavatga eqib ketib qolamdikin deb qo'rqdim. To'xtab turinglar onasi, g'am qilmanglar. Payg'ambarimizni ustunki qavat turslar deb o'tinib baqay. Manga ishoninglar dadisi, payg'ambarimizga har kuni mizlik taomlarni etib kirgizaman. Xotin, Payg'ambar alayhissalom bizning uyda turgandan boshlab uyimizga barkat yog'di.
Men buni his qilib turyotiman. Allohga qasam qilamanki, rost tavatsizlar dadasi. Ay muhacirlar, ay ko'chmanlar, Makkadan kelgan xabarlarga quloq solinglar. Makkadagi barliq mol bisotinglar musodir qilindi. Endi u yerda sizlarning bir punqi chaqliq narsanglar qolmadi. Abu Bakrning dukini setildi. Payg'ambarimizning uyimi bulangchilardan aman qolmadi. Ular sizlarning butkul mol-mulkinglarni setib, pulini o'zlarining tijorat karvoniga dasmi qildi. Endi sizlarning Makkada yoki Madinada hech qanday mol-mulkinglar qolmadi. Ular bilan urush qilmamsizlar? Ey İbn Salul, bu xabarlar rostmi? Uyimiz rostilla chiqilganmidi? Boshqa charanglar bormi? Allohning payg'ambari buyruq tushirmaguncha Makkalik mushriklar bilan urush qilmaymiz. Hay Hamza, gapimni xato tushunma. Sizlarni Yasribda urush qilinglar deganimiz yo'q. Sizlar bizning mehmonimiz. Mol-mulkimiz har qancha oz qolsa-mu, yerimiz sizlarning. Hammanglar o'z ishinglarni qilinglar. Makkadagi mol-mulkimizni bulangchilar olgan bo'lsa, Alloh cho'qim uning o'rnini to'ldirib beradi. Ey Rasululloh, Makkalik mushriklar bilan urush qilayli. Ular bizning mol-mulkimiz va bola-chaqamizga qora qo'lini sundi. Bizni yurtimizdan qo'g'lab chiqadi. Allohga qasam qilamizki, irodamiz qat'iy tavranmaydi. Nohaqchilik hargizmi haqning ustidan hukmronlik qilolmaydi. Biz Allohning yordami bilan ularga qarshi urush qilamiz. Alloh bizga cho'qim g'alaba ato qiladi. Ey Rasululloh, bilaman, sen islomning shundaqla tinchlikning elchisisan. Sen hammamiz uchun tinchlikni xohlaysan. Lekin biz bu qitim ularga qarshilik ko'rsatmasak, mol dunyo va uy joylarimizni yo'qotib qolmasdan, balki shon sharafimizga dog' tekkizib qo'yamiz. Shu topda barliq mol-mulkimiz ularning tijorat karvonida. Bu karvon bizga eng yaqin yerdan o'tadi. Ya'ni qo'limizni uzatsak-la og'il bo'ladigan yerda. Hamza, hayajonlanma. Rasululloh bizning ahvolimizni yaxshi biladi. Ey Rasululloh, oldilarda yuqori ovozda gap qilib salgan bo'lsam, afv qilsizlar. Allohning yo'lida ba'zi ishlarga ochiqlanib saldim. Ey Rasululloh, ruxsat qilsizlar, mushriklar bilan urush qilayli. Ey zulmga uchirdik deb urushmoqchi bo'lganlar. Sizlar Rasulullohga nozil bo'lgan mono oyatga quloq solinglar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bova, musulmonlar mushriklarga qarshi urushga atlandimi? Ali, sukut qilib anglayli. Buvam so'zni davomlashtirsin. Meningcha bugun mushargichi bo'lsin bolalarim. Keyingi qatimda sizlarga musulmonlarning tunji urushishini so'zlab beraman. Buva, keyingi voqealikka bekmi qiziqyapman. Hammamiz payg'ambarimizning hayotiga doir voqealiklarni bilish uchun bek qiziqamiz. Men bularni sizlarga oymay deb beraman bolalarim. Hikoyamiz davomlashadi. Endi menga ruxsat qilinglar. Biroz orom elib olay. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر على